odamni voy san kecha bundoq qiluvding, sani bolang bunaqa, sani qizing unaqa, xotining unaqa deb jahl bilan odamlarning oldida hali odamni obro'sini to'kdi, so'ygan bilan baravar ekan shariatda. O'sha odamni so'yib qonini chiqazib o'ldirgan bilan baravar obro'sini tushirish. Musulmonchilikni yaxshi bilmaydigan nomardlar bor. Men musulmonchilik nomidan gapiraman. Sen mana unaqasan, sen ana unaqasan, o'ldirding, so'yding, odam o'ldirding. Insonni og'ri va qoni bitta. Qonini to'kish harom, obro'sini to'kish harom azizlar. Undan ko'ra o'ldirib yubor. Birovni sharmanda qilgandan ko'ra o'ldirib qo'ya qol. Ikkov baravar gunoh.